Endi inson xato qiladimi, qilmaydimi? Xato qiladi. Alloh taolo bizdan mukammallikni xohlamayapti. Bil'aks, davomiylikni xohlayapti. Mukammal inson bo'lmaydi, illo payg'ambarlar. Ular ma'sum, payg'ambarlar, rasullar ma'sum, ular mukammal. Mukammal inson bo'lish Alloh nazdida bir xayrli ishni davomiy qilish. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Hijr surasini 99-oyatida wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allohning nazdigacha borgunga qadar, yaqin kelgunga qadar Allohgagina ibodat qiling deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xitob qilib aytayapti. Ramazondagina emas, bir sizondagina emas, jumadagina emas. Wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yaqin o'lim. O'lim g'arg'araga kelgunga qadar Allohgagina ibodat qiling deyapti.